Broiler tez yetiladigan va yuqori sifatli go'sht beradigan jo'ja turi hisoblanib, u 6-9 hafta oralig'ida 1,5-2 kilogramm bo'lib yetiladi. Go'shti yumshoq va mazali bo'lib, undan asosan parhez taom tayyorlanadi. Bundan bir necha yil avval tadbirkorlar Luqmonjon Kamolov hamda Odiljon Rahmatovlar tashabbusi bilan tashkil etilgan Uychi parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati bugungi kunda respublikamiz aholisini sifatli tovuq go'shti bilan ta'minlab kelmoqda. Mazkur jamiyat tomonidan o'tgan 2016-yilda 1000 tonnadan ortiq parranda go'shti aholi dasturxonlariga sifatli tarzda yetkazib berildi. Sohamiz go'sht ishlab chiqarish. Biz mana 2017-yilda oldimizga qo'ygan maqsadimiz 2016-yilga nisbatan 100-200 tonna go'shtni qo'shimcha ishlab chiqarish. Mana hozirga ko'rib turgan sexinada Ros 308 broiler cho'jasi 25 ming bosh parvarish qilinyapti. Abdug'ani Tojimirzayev mazkur jamiyatda ish boshqaruvchi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Uning ta'kidlashicha, barcha sohalar qatori parrandachilikda ham kishidan alohida mas'uliyat talab etiladi. Mazkur broiler jo'jalarimiz 35 kun 36 kun davomida yetishib chiqadi. 35 kun 36 kun davomida 1 kilo 600 1 kilo 700 ga tayyor ves bo'lib qoladi, tayyor tirik vazni. Shundan 1 kilo 200 1 kilo 300 sof vazn beradi go'sht mahsuloti. Parvarishlarimiz kunda davomida qarab turishadi. Yemida, suvida kasalliklarga qarshi emlab, vaksinalarimiz bor. Shunaqa emlab parvarishlaymiz. Uychi parranda mas'uliyati cheklangan jamiyatda kelgusida ishlar samaradorligini yanada oshirib, mahsulotlarni chet elga eksport qilishni reja qilgan. Temur Malik Vohidov, Zohidjon Mamasoliyev, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.